Talabalar ilmiy unvonga ega bo'lishni istashdi. Biri tibbiyotni tanladi, boshqasi muhandislik ishini, uchinchisi buxgalterlik hisobini, to'rtinchisi esa men tarixni tanlayman dedi. Ota-onasi esa, "Nima? Tarixni o'rganib nima qilmoqchisan? Kim senga ish beradi? Qayerda ishlaysan? Tarix sening chiqimlaringni qoplamaydi. Tarixni o'rganmay qo'ya qol", deb aytadi. Mana shunday qilib, biz o'zimizning eng aqlli farzandlarimizni ilmdan ayirib, shifokor, arxitektor, iqtisodchi qilib yetishtiramiz. Shu bilan birga biz ularning tarixchi, siyosatshunos, jamiyatshunos, antropolog, psixolog bo'lmasliklari harakatida bo'lamiz. Natijada biz bir butun jamoa sifatida musulmonlarning butun avlodini oddiy ishchiga aylantirdik. Biz shunchaki ishchilarmiz. Ya'ni aytmoqchimanki, masalan, aynan shifokor ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lgan ishchi. Uning vazifasi ham oddiy ishchining mehnati xolos. Ha, u tibbiy mutaxassis, lekin oddiy ishchiligicha qoladi. Arxitektorlik ham oddiy ishchining kasbi. Savol tug'iladi. Biz ummatlar orasida tafakkur qilish, fikr yuritish bilan kim shug'ullanadi? Bizning tarixiy o'ziga xosligimizni tiklash bilan kim shug'ullanadi? Ummatning eng yaxshilari bu sohalarda ko'rinmaydi, chunki ular boshqa ishlar bilan band. Men tibbiyotni o'rganishni xohlayman, muhandislik ishini o'rganishni xohlayman. Biroq achchiq haqiqat shuki, agar siz yoshlardan nima sababdan ular u yoki bu kasbni tanlashganini so'rasangiz, eng mashhur ikkita javob qanday bo'lishini bilasizmi? Birinchisi, ota-onam shunday maslahat berishdi. Ikkinchisi, men bu kasbni eng zo'r kasb deb hisoblayman. Shunday. Oqibatda biz keyingi avlodga qoldiradigan yagona meros bu bizning eng asosiy maqsadimiz yaxshi haq to'lanadigan zo'r kasb topishdir. Aslida men ham zo'r, yaxshi haq to'lanadigan kasbga qarshi emasman. Aksincha, men buning to'liq tarafdoriman. Lekin bilasizmi, bu haqda mening fikrim qanday? Dunyomiz pul topishni yaxshi uddalaydigan va yaxshi karyera qila oladigan insonlargagina muhtoj emas. Ochig'i, agar hammasi men xohlaganimdek bo'lganida, tarixchilar, psixologlar, siyosatshunoslar, dinshunoslar eng yuqori haq to'lanadigan shaxslar bo'lishar edi. Mening fikrimcha, bular eng yaxshi kasblar bo'lishi ham lozim. Chunki aynan shu insonlar jamiyatimizning rivoji va harakatiga ta'sir o'tkaza oladilar. Agar shu bilan birgalikda ularda islomiy dunyoqarash ham bo'lsa, u holda nur ustiga a'lo nur bo'lib, ular bu olamga ham ko'plab naf keltira olishardi. Shuning uchun yoshlarga mening maslahatim shunday. Masalan, siz hatto buxgalterlikni o'rganayotgan bo'lsangiz ham, o'zingizning asosiy darslaringiz bilan birgalikda tarix darslariga ham yoziling. Imkoningiz boricha jamiyat uchun boshqa muhim fanlarni ham o'rganishga harakat qiling. Bu sizni chindan ham ilg'or, chuqur tafakkur qiluvchi insonga, jamiyatning foydali a'zosiga aylantiradi. Jamiyatshunoslikni o'rganing. Bu muhim fan. Qur'oni Karimda jamiyatshunoslik bor, psixologiya bor, siyosatshunoslik bor. Kimdir, yo'q, men tibbiyotni o'rganaman, chunki Qur'onda embriologiya haqida so'z yuritiladi deyishi mumkin. Ha, bir-ikkita oyatlarda chindan ham bu haqda esga olinadi. Lekin Qur'onning asosiy mavzularidan biri odamlarning o'zaro munosabatlaridir. Demak, gumanitar fanlarning ahamiyati katta va biz ularni islomiy nuqtai nazardan rivojlantirishimiz kerak. Bu juda ham muhim masala. Tarix esa shubhasiz barchasining markazidadir.